Mana shunaqa bog'lab ketgan bo'lsa, kunduyi buni oqlashga shoshmanglar. Buni bitta yechimi bor mana. Belgi bo'lsin, konditsionerni oldi. Uni yechimi mana 5000 so'm turadi magazinlarda. Shuga bittadan qo'yib olasizlar. Keyin sepib chiqasizlar. Keyin qurishini kutasizlar. Shundan keyin qo'yamiz yana. Oqarib, sekin bo'lyapti mana. Ne kadar sekin quriyapti. Xudo xolasa, hali bor. Buyoqlarga yana bir sloy sepamiz. Buyoqlar o'zini holiga qaytdi. Mana. Sekin qurishni boshlayapti mana. E'tibor deb yotdi. Suvdan ostida u. Qurigan sari oqiraveradi. Mana rezultatini ko'rishlaringiz mumkin. Burchakda o'zi ko'chgan joyi bor edi. Agar oqlagan bo'lganimda bu joyni ko'chirib shpaklivka qilgan bo'lardik. Keyin bundaqa maylar qolib ketibdi. Ularga ham sepsa bo'ladi bo'y ustiga. Hech narsa qilmaydi. Ochilib qolgan joylarga ham bo'laveradi. Sepib qolib ketibdi mag'ari. Yo'q, bo'lgan. Hech narsa qilmaydi. Ular aytyapti ekan, bo'lmaydi, unaqa deb. Mana shu narsa ikkita oldim. Ozgina qoldi. Hammasiga yetadi. Mana shunaqa mag'arlagan joylar bo'lsa, sepib qo'yasizlar, o'zi yo'q ketadi. Artishlar ham kerak emas, hech narsa qilish kerak emas. Prosta sepasizlar bo'ldi. 2 marta, 3 marta sepasizlar, o'z holiga qaytadi. Bunalar ketmabdi, sarg'ayib qoldi. Ikkita joylar qolibdi. Endi mana akalar, bola singillar, o'sha konditsionerni oldi. Mana oldingi holati. Oppoq bo'ldi. Mana o'sha konditsionerni oldi. Sepilgan joy. Hali yaxshi qurgan yo'q. Hali qurish kerak. Yana ham oppoq bo'ladi. O'zini holiga qaytadi. Dash undan ham zo'r bo'ladi.